Kundurning bugun aniqlangan shifobaxsh jihatlari: saraton kasalini to'xtatadi, ximioterapiyaning o'rnini bosadi, tanovul qilib yurgan saraton bo'lishdan saqlanadi, ko'k yo'tal kasaliga shifo, og'izdan noxush hid kelishiga shifo, surunkali bosh og'rig'iga shifo, oshqozon va uning ostidagi bezlarga shifo, bachadon kasalliklariga shifo, farzandsizlik, bepushtlikka shifo, teri kasalliklariga shifo, teridan oq dog'larni ketkazadi, revmatizm kasaliga shifo, yosh bolalarni peshob qilib yotishiga shifo, ya'ni qovoq bo'shligiga. Ibn Abbos deydilar: kundurni shakar bilan qo'shib iste'mol qilsangiz, xotirangiz mustahkamlashadi. Peshob yo'li kasalliklariga shifodir. Homilador ayollar iste'mol qilsalar, tug'iladigan bola aqlan solim, vujudan sog'lom bo'lishiga yana bir hadis vorid bo'lgan. Qola Nabiyyu sallallohu alayhi vasallam: homilador ayollaringizga kundur yegizing, albatta tug'ilajak bolaning aqlini ziyoda qiladi. Demak, homilador ayollar iste'mol qilsalar, tug'ilajak farzandning aqli ziyoda bo'ladi. Ushbu hadis sharhida bola yaxshiliklarga moyil, ziyrak, olim bo'lishi aytiladi.